Assalomu alaykum, kanalimizni ashaddiy tomoshabinlari va bizni muntazam ravishda kuzatib keluvchi aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan yana bir navbatdagi ajoyib bo'lgan uy loyihasi bilan tanishib chiqamiz. Biz ushbu loyihamizni Toshkent viloyatiga tayyorlab berdik. Ko'rib turganingizdek, loyihamiz asosiy 2 qavatli high-tech uslubidagi loyihalardan biridir. 3-qavati tom qismini terrasa hisobida bunaqangi chiroyli dam oladigan qilib berilgan. Endi loyihamizni tashqi razmerlariga keladigan bo'lsak, mana bu ko'cha tarafimiz 15 metr, uyimizni mana bu yon tarafi esa 27 metrni tashkil etadi. Mana shunda umumiy loyihadagi uyimiz 4 sotiq yer maydonini egallab turibdi. Ko'rib turganingizdek, biz 4 sotiq yerimizga 2 sotiqdan bo'lgan holatda bunaqangi ikkita aka-ukaga moslagan holatda juda bir ajoyib holatdagi loyihani tayyorlab berdik. Har bir uchastkamizni razmeriga to'xtaladigan bo'lsak, mana bu o'rtasidan bu tarafga qarab metr tortganimizda bor yo'g'i 7,5 metr ko'cha fasad qismimiz va bu tarafi 27 metr. Shunda har bir uchastkamiz 2 sotiq yer maydoniga mo'ljallangan. Asosiy bo'lgan 2 qavatli uchastkamizni o'zini razmerlariga to'xtaladigan bo'lsak, 7,5 ga mana bu yon tarafi esa 15 metrni tashkil etadi. Mana shunda bizni egallab turgan 2 qavatli uchastkamizni mana bu bitta qismi, ya'ni birinchi bo'lagi umumiy 112 kvadrat yer maydonini egallab turibdi. Loyihadagi uchastkamizda umumiy 8 xonadan iborat bo'lib, juda bir chiroyli holatda ro'zg'orli oilaga bemalol tavsiya qila olamiz. Endi loyihadagi uyimizga qisqacha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, biz mana bu uchastkamizni tom qismini kesgan holatda sizlarga ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni ko'rib turganingizdek, uchastkamiz bir xil holatda simmetrik planirovka qilingan. Ko'cha tarafiga to'xtaladigan bo'lsak, ko'cha tarafimizda bunaqangi o'zini zeleniy zonasi bor ozginagina. Mana bu yerda eshigimiz, mana bu asosiy mashina uchun, bu esa kundalik zakazchi o'zi foydalanadigan eshik hisoblanadi. Bu yerdagi ayvonimizni ko'rinish holati, ya'ni kirganimizda bunaqangi bitta hojatxonamiz va hojatxonani oldiga yozgi oshxonalarini joylab ketiladi. Mana bu navesimizni ostki qismini ko'rsatadigan bo'lsak, hozirgi tanishtirib o'tgan uchastkamiz bilan bir xil holatda bu yerga bitta avtomobillarini bemalol joylasalar bo'ladi. Mana bu yerga, mana bu eshikdan o'zlari kiradigan bo'lsa, bu yerda bitta hojatxonamiz bor va yoniga bunaqangi yozgi oshxonalarini joylasalar bo'ladi. Nima uchun bunaqangi naves qilinganining sababi, albatta yozgi oshxonalarini va avtomobilni yomg'ir qor yog'ganda quruq holatda saqlashlik uchun bunaqangi yechim qilingan. Ko'rib turganingizdek, fasad qismlari ham juda bir chiroyli holatda high-tech uslubidagi uchastkamiz va terrasa qismiga to'xtaladigan bo'lsak, terrasa qismida bunaqangi stul qo'yilgan. Endi loyihadagi uyimizni xonalar joylashuvini mana shu kamera orqali yurib tanishtirib o'tadigan bo'lsak, dastavval ko'cha tarafdan boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek, ko'cha tarafimizni dizayn qismlari ham juda bir oddiy, skromniy holatda high-tech uslubidagi bitta darvozamiz bor, bitta katta, bitta kichkina, tepalariga bunaqangi erkellarda chiroyli holatda ishlab ketganmiz va mana bu darvozamizdan kiradigan bo'lsak, kirganimizda bunaqangi naves qismi bor. Chap qo'l tarafida bitta hojatxonamiz, bu o'pshiga solchi mehmonlar ham foydalansa bo'ladi kelganida va mana bu yonbosh tarafiga esa yozgi oshxonalarini joylasalar bo'ladi. Mangal, o'choqlarini chiroyli holatda joylab ketsalar bo'laveradi. Endi asosiy bo'lgan uyimizga kiradigan bo'lsak, zina orqali uyimizga ko'tariladi. Sokil qismi 45 sm hisoblanadi. Zinamizni tepa plashatkasi ko'rib turganingizdek bunaqangi pana holatda va uni tepasida bunaqa balkonlarimiz chiroyli holatda joylashtirib ketilgan. Mana bu eshikdan kirganimizda bu yerda bizning kichkinagina tamburchamiz bor. Ya'ni tamburga mana bu yerga shkaf joylasalar juda bir maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu yerdan kirganimizda asosiy keng kattagina koridor hisoblanadi. Kirganimizda shunaqangi koridor qismi. Bu koridordan xonalarga tarqaladi. Misol uchun chap qo'ldagi mana bu xonamiz, mana bu eshikdan kirganimizda mana bu oraliqda tambur qismi va chap qo'l tarafda mana bu bizning oshxonamiz hisoblanadi. Oshxonamiz ko'rib turganingizdek keng kattagina holatda qilib tayyorlangan. Derazalari ichkari hovli tarafga qaratib o'tilgan. Endi bu xonamizdan chiqib to'g'riga yuradigan bo'lsak, to'g'ridagi bu bizlar mehmonxonamiz bo'ladi. Mehmonxonamiz ham keng kattagina qilib olingan. Mehmonxonani derazalari orqa hovli tarafga qaratib o'tilgan. Bu bizlar mehmonxona. Mehmonxonadan chiqib mana bu oraliqdan yotoqxonaga kirsalar bo'ladi va mana bu eshik orqali esa shu birinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonalarini joylab ketilgan mana bu yerga. Bu esa bizda yotoqxonamiz hisoblanadi birinchi qavatimizda. Yotoqxonamizning derazalari orqa hovli tarafga qaratib o'tilgan.
o'tilgan. Endi bu xonamizdan ham chiqamiz. Koridor orqali bunaqangi ikkinchi qavatga ko'tariladigan zinamizni joylab ketganmiz. Mana bu zina orqali ikkinchi qavatga ko'tariladigan bo'lsak, ko'tarilganimizda mana bu yerda kichkinagina koridorchamiz. Koridor orqali ko'rib turganingizdek xonaga kirsa bo'ladi. To'g'ridagi mana bu xona bizda ikkinchi qavatimiz uchun umumiy yuvinish xonasi hisoblanadi. O'ng qo'l tarafga yuriladigan bo'lsa, bu bizda umumiy o'tiriladigan xona. Sababi bu yerdan bunaqangi balkon qismiga o'tsa bo'ladi. Hamma foydalanishligi uchun bu yerni общий komnata hisobida tayyorlab ketilgan. Mana bu yerga shkaflar qo'yiladi, bu yerga divanli zona, bu tarafga televizor qo'yiladi va hamma foydalanadigan balkon qismi ham mana bu yerda joylashtirib ketilgan. Balkondan hovlimizning ko'rinishlari juda bir chiroyli holatda. Endi bu xonamizga qaytib, bu umumiy xonamizdan yana bir xonamizga kirsa bo'ladi. Buni o'g'il bolalar yotoqxonasi qilib tayyorlasalar bo'ladi. Bizda bolalar yotoqxonasi hisoblanadi. Endi bolalar xonasidan chiqib, bu xonadan ham qaytamiz. Bu yerda ikki xona bo'ldi. Endi mana bu общий yuvinish xonasi ikkinchi qavat va to'g'ridagi yana bir bizni yotoqxonamiz. Bu esa qizlar xonasi, bu ham bolalar xonasi. Tepada umumiy hisobda ikkita bolalar yotoqxonasi, bitta kattalar yotoqxonasi rejalashtirib ketilgan. Bu xonadan chiqqanimizda mana bu yer bizda yotoqxona qilib tayyorlangan. Bu yotoqxonamizni o'zini shaxsiy yuvinish xonalari qoldirib ketilgan. Yotoqxonamizni derazalari orqa hovli tarafga qaratib o'tilgan. Bunaqangi holatda joylashtirib ketilgan yotoqxonamiz. Endi bu xonadan chiqib umumiy holatda ko'rib turganingizdek shunaqa planirovka joylashtirib ketilgan. Mana bu xona bolalar yotoqxonasi, kattalar yotoqxonasi, umumiy yuvinish xonasi va bu yerda umumiy xona va umumiy xona orqali bolalar yotoqxonasiga o'tiladi. Endi tepa tom terasa qismiga o'tiladigan bo'lsa, mana bu zina orqali tom qismiga chiqqanimizda tomni ham ya'niki mansarda qismini bunaqangi keng katta qilib qilingan. Bu yerga bemalol bilyard qo'yib, madaniy hordiq chiqarish maqsadida foydalansa bo'laveradi yoki-da trenajyorniy zal qilib olsalar ham bo'laveradi. Endi asosiy bo'lgan terasa qismiga o'tadigan bo'lsak, terasa qismimiz ochiq osmon ostida joylashgan. Ikkita zonamiz bor. Mana bu stul oilaviy ovqatlanib o'tiriladigan, mana bu yerda esa yakka gaplashib o'tiriladigan miyaqki zonalarimiz qoldirib ketilgan. Bu tarafda yashil maydonlarimiz, yashil zonalarimiz juda bir chiroyli holatda, ochiq tabiat odamga boshqacha bir zavq beradi. Ko'rib turganingizdek terasa qismlari bunaqangi holatda. Uyimizning tepadan ko'rinishlari ko'rib turganingizdek shunaqangi chiroyli holatda. Endi mana bu orqa taraflarini tanishtirib o'tmaganimizning sababi, bu tarafda ozgina chizish ishlari qolgan ekan, ya'niki bu tarafdan 2 metr joy qoldirib ketiladi. Umumiy olganda loyihadagi uyimizni tashqari ko'rinishlari ham mana shunday holatda ko'rib turganingizdek chiroyli yakunlangan. Mana azizlar, imkon qadar sodda va tushunarli tushuntirishga harakat qildim. Siz va yaqinlaringizga shunaqangi professional arxitektura va dizayn xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta pastdagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Va yana shuni eslatib o'tamanki, bizni Telegram sahifamizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, YouTube kanaliga joylashtirilmagan ko'plab loyihalarimiz Telegram kanalimizga joylashtirib boriladi. Hovli qismimizga ham bunaqangi yashil maydonlari tayyorlab ketilgan. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.